Korxonani haqqiga xiyonat deganda ko'pchilik faqat kassadan pul o'g'irlashni tushunar ekan. Ya'ni men kassadan pul o'g'irlamayapman, hech qanaqa bir pul bilan bog'liq noto'g'ri ish qilmayapman-ku, demak men korxonani haqqiga xiyonat qilmayapman deb o'ylaydi. Afsuski har doim ham bunaqa emas. Siz korxona bilan soat 9 dan 6 gacha yoki 10 dan 6 gacha ishlashga kelishdingizmi? Mana shu vaqtdan qasddan kech kelishingiz ham, ogohlantirmasdan surunkali kech qolishingiz ham bu korxonani haqqiga xiyonat hisoblanadi. Afsuski buni ko'pchilik rahbarlar bilmaydi, xodimlar bilib turib ham bilmaslikka olishi mumkin ba'zida. Bundan tashqari sizga topshirilgan vazifani sidqidildan emas, balki qo'l uchida qilishingiz ham bu korxonani haqqiga xiyonat hisoblanadi. Chunki mana shu vazifani bajarsangiz, korxona daromad topsa, bu korxona ko'plab insonlarni og'irini yengil qilishga xizmat qilayotgan bo'lsa-yu, lekin bu ishni siz sidqidildan bajarmasangiz, bu ham qaysidir ma'noda korxonani haqqiga xiyonat hisoblanadi. Bitta narsani esdan chiqarish kerak emas. Siz hozir qanaqa ishda bo'lishingizdan qat'iy nazar, xoh uni lavozimi pastdir, xoh balanddir, xoh o'rtadir, mana shu kasbga siz boringizni bermagunizcha, bu kasb ham sizga borini bermaydi. Agar mana shu narsalarga e'tibor bermasdan ishni davom etaversangiz, mana shunaqa tartibda topganingizda baraka ham qochishi, umuman halovatingiz yo'qolishi, mana shunaqa muammolar kelib chiqishi mumkin. O'shaning uchun xoh ishda bo'ladimi, xoh boshqa joyda bo'ladimi, aytilgan va'daga vafo qilish, mana shu aytilgan kelishuvni buzmaslik bu juda ham bir asosiy baraka omillaridan hisoblanadi. Bu videoni korxona guruhlariga, xodimlar guruhlariga bemalol jo'natib qo'yishingiz mumkin. Qaysidir ma'noda gapimiz yoqmasligi mumkin, lekin bu haqiqat, buni inkor qila olmaymiz. Sog' bo'ling.